Assalomu alaykum do'stlar, hammaga salom. Bugun men sizlarga kiberxavfsizlikni noldan dars boshlayman bugun. Bugundan birinchi dars bo'ladi. Birinchi dars kiberxavfsizlik o'zi nima? Kiberxavfsizlikdagi butun narsalarni o'rganamiz. Bizda darsda CIA trade, tahdidlar, pentestlar, roadmap o'rganiladi. Bugungi darsda kiberxavfsizlik o'zi nima? Kiberxavfsizlik kompyuterlar, serverlar, mobil qurilmalar, tarmoqlar va ma'lumotlarni zararli hujumlardan himoya qilish. Zararli hujumlardan himoya qilish amaliyotidir. Oddiy qilib aytganda, bu raqamli olamdagi masalan uyingizning qulfi va signalizatsiyalar bu ham raqamli olamga kiradi. Sabab signalizatsiya bironta narsa tegsa avtomatik ishga tushadi. Asosiy maqsad ma'lumotlarni o'rganish, o'zgartirish yoki yo'q qilishning oldini olish. Bu yoqda ham chiroyligina rasm qilingan. Himoya markazi, ma'lumotlar bazasi, kompyuter, server, mobil tarmoqlar. Esa CIA trade 3 ta ustun bor kiberxavfsizlikda. Bulardan bittasi maxfiylik. Maxfiylik ma'lumotlari, masalan, ma'lumotlarni maxfiy saqlashingiz o'zingiz faqat sizga ruxsat bor. Masalan, uyingizdagi kamerani olsak, uyingizdagi kamera sizga ruxsati bor. Ya'ni telefoningizdan kirib ko'ra olasiz. Buni hacker buzib kirishi mumkin, to'g'rimi? Bu ruxsatsiz. Maxfiyligingizni saqlash uchun hakkerdan birinchi so'raysiz va nima qilishdi, qanaqa kamera olishdi, qanaqa kameralar buzib kirish qiyin va ularda foydasi nima. To'g'ri, lekin jicha qimmatroq bo'lishi mumkin, lekin o'zingizga foyda bo'ladi. Butunlik ma'lumot ruxsatsiz o'zgartirmasligi. Ya'ni masalan, sizni kompyuteringizga hacker buzib kirdi va sizni ma'lumotlaringizni o'zgartirib qo'ydi. O'zgartirib qo'ymasligini oldini olish uchun kompyuteringiz xavfsizligini tekshirishingiz kerak. Qanaqa tekshirasiz? Xavfsizligini faqatgina oddiygina masalan portlarni tekshirib qo'yasiz. Masalan, SSH yoki TCP har xil portlarni tekshirib qo'yasiz. TCP yo'q degani bu degani sayt ishlayapti siz kompyuteringizda, to'g'rimi? Bu degani saytni siz tekshirib olishingiz kerak. Saytingiz xavfsizmi yoki xavfsiz emasmi? Kompyuteringizda sayt ishlayapti degani o'sha sayt orqali siz kompyuteringizga kirish mumkin. Ya'ni onlayn tarzda kirish mumkin. SSHda ham siz agar uni listingini olib yoqib qo'ygan bo'lsangiz, sizga ularni kompyuteringizda ishlatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Uchinchisi, foydalanish imkoniyati. Tizim kerakli vaqtda ishlaydi. Masalan, DDoSdan himoya. DDoSdan himoyalarda. DDoS bu nima? DDoS bu juda ko'p hujum, katta hujum va uni kelajakda ko'rib chiqamiz. Bugun to'liq ma'lumot bermayman. Kelajakda to'liq va ishlatib ko'rsatib beraman. Kiberxavfsizlikda nimalar qilinadi? Tahdidlarni tahlil qilish. Kiberxavfsizlikda tahdidlarni tahlil qilishingiz shart. Majburiy. Sabab siz faqat tahdid qilavermaysiz. Ya'ni tahdidni tahlil qilib, o'zingiz ham o'sha tahdidni ham o'rganasiz, ham uni himoya qilishni ham o'rganishingiz kerak bo'ladi. Himoya tizimini qurish. O'sha tahdidni tahlil qilganingizdan keyin unga himoya ham yaratishingiz kerak. Shunisiga zaifliklarni izlash. Masalan, bitta sayt bor. Unda admin panel ochiq va admin panelga har xil hujumlar qilish mumkin. Har xil hujumlar deganimda keyinchalik boshqa darslarda ko'rsataman u hujumlarni. Keyingisiga kelsak, hodisalarga javob berish. Ya'ni siz kiberxavfsizlikka kirdingizmi, saytni tekshirdingizmi, unga javob berishingiz kerak. Ya'ni
mana shunaqa ish bo'ldi va bunaqa qilishingiz kerak. Ya'ni bu report, hisobot yozishingiz kerak o'sha qilgan ishingiz haqida. Hisobotda nimalar bo'lishini ham boshqa darslarda ko'rib o'tamiz. Kriptografiya. Buni men ko'rib chiqishim kerak o'zim. Tahdidlarni tahlil qilish. Hujumchi usullari. Xullas, men gapirib bo'ldim, bular kerak emas. Eng ko'p tarqalgan tahdidlarga kirsak. Masalan, phishing. Phishing bu sizga har xil sayt linklar yuboriladi. U saytning ichiga kirsangiz, Instagram chiqishi mumkin, Facebook yoki Google akkaunt kirishi chiqishi mumkin, har xil ishlar chiqishi mumkin. Yana hozirda bor va ishlatsa bo'ladi ular. U hujum qanaqa? Wi-Fi tarqatiladi. Masalan, free Wi-Fi qilib, free Wi-Figa kirishingizga sizni boshqa saytga olib o'tib ketadi. U sayt phishing sayt bo'ladi va u saytda Google akkaunt kiritishingiz kerak bo'ladi yoki har xil akkauntlar kiritishingiz kerak bo'ladi. Google akkaunt kiritish ko'proq bo'ladi, sabab Google akkaunt so'rayapti. U bepulligi uchun shunaqa shekilli deb o'ylaydi ko'p odam va unga Google akkauntini kirgizadi va uni ma'lumotlari o'g'irlanadi. Ikkinchisi DDoS hujumi so'rov topshiradi. Sayt yoki serverni haddan tashqari ko'p so'rov bilan yozish. Masalan, serveringizga nechta odam kira oladi? Masalan, 5000 ta odam real vaqtda yozsa, saytingiz zo'r ko'taradi. Undan jicha ko'proq bo'lsa ham ko'tara oladi. Lekin saytingizga 10,000 ta odam so'rov yubordi degani, siz saytingiz o'ta kuchli sayt yoki mashhur sayt emas, lekin siz saytingizga 10,000 ta so'rov kelyapti. Bu degani nima degani? Sizga hujum kelyapti. Malware. Viruslar tayyorlash va Fideware. Ma'lumotni garovga olib pul talab qiladi. Bu degani, ya'ni sizni serveringizda maxfiy ma'lumotlar yoki kerakli ma'lumotlar bor va uni hacker hujum qildi, virus tayyorlab yubordi sizga. Serveringiz kompyuterda va siz Telegramni kompyuteringizga ochib, sizga exe fayl keldi masalan. Qanaqa desak bo'ladi? Antivirus deylik. Yo'q, antivirus qiziq emas. Masalan, hozir emas, ancha oldin zo'r tarqalgan bu rasm sizmi? Shu rasm sizmi degan ma'lumot ketdi va siz uni ochdingiz. Ochsangiz nima bo'ladi? Sizdan hech qanaqa ruxsat so'ramaydi exe'da va sizni kompyuteringizda ma'lumotlarni shunday Telegram bot orqali yuboradi, hakkerga yuboradi va sizni Telegramingizga kirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Qanday kiradi? Telegramda sessiyalar bor. Session degan narsa bor. U narsa sizni o'sha kompyuterda turgan Telegramning ma'lumoti. Ya'ni uni o'chirib yuboradigan bo'lsangiz, siz Telegramdan chiqib ketishingiz ham shart emas. Ya'ni Telegram faylingiz ichidan sessiyangizni o'chirib yubordingiz, Telegram sessiyangizni o'chirib yubordingiz va Telegramga kirsangiz nima bo'ladi? Telegram ochmaydi, Telegram ishlamaydi. Shu sessiyani olib o'zini kompyuteriga shuni Telegramga qo'ysa, sizda ulangan qurilmada hech kim ko'rinmaydi va sizni ma'lumotlaringizni olgan bo'ladi. Yoki kompyuterni to'g'ridan-to'g'ri boshqara oladi. Kompyuteringizni ma'lumotlarni boshqaradi va hokazo qiladi va pul talab qilishi mumkin. Social engineering. Odamlarning psixologiyasidan foydalanib, ulardan aldab ma'lumot olish usuli. Noto'g'ri yozgan ekanman. Social engineering bu shu odamlarni aldaydi. Ya'ni bu nima bo'ladi? Hozir masalan, sizni ma'lumotingizda unaqa qilyapman deydi. Psixologiya tomonidan zarar yetkazishga kiradi. Odamga bo'ladi bu narsa, kompyuter yoki boshqa narsaga emas. U aslida odamga shunaqa qilish bo'ladi. Keyingisi, qanday qilib boshlash kerak kiberxavfsizlikni? Kiberxavfsizlik qanday boshlaysiz? Birinchisi, tarmoqlar.
Birinchi siz tarmoqlarda o'rganishingiz kerak. Ya'ni butun boshli kiberxavfsizlikni o'rganib chiqishingiz kerak. Kiberxavfsizlik nima yoki oddiy kiberxavfsizlikka kiradigan narsalarni o'rganib chiqishingiz kerak. Sabablar kiberxavfsizlikka kirganingizda sal osonroq o'rganib ketasiz. To'g'ri, birinchi darslarda o'rgatishadi. Ya'ni men ham hozir xuddi shunaqa o'rgatib ketyapman. Ikkinchisi Linux o'rganasiz. Ya'ni Linux, terminal va shell har xil dasturlarni o'rganasiz. Linuxda hamma ish qilsa bo'ladi desam ishonmaydi hech kim. Sabab Linuxda hamma narsani qilmaydi deb o'ylashadi. Lekin Linuxda hattoki iPhone, Windowsni, ya'ni MacBook va Windowslarda fayllarni ochsa bo'ladi. Hamma narsani ilojini bor. Savol sizlarga. Videoni ko'rgan bo'lsanglar, kommentariyga yozib ketinglar. Savol: qayerda ko'rgansiz Windowsda Kali Linux dasturini ishlatadigan odamni, ya'ni masalan deb formatdagini ishlatdi. Qayerda ko'rgansiz? Ishlatsa bo'ladi. Ancha qiyin lekin Linux oson. Bitta komanda bilan ishlatsangiz bo'ladi. Linux bu komandadek gap. Faqat terminalda ishlaydi ko'p odam. Dasturlashda siz Python bash skriptlarini o'rganasiz. Iloji bo'lsa agar front-enddagi skriptlarni ham o'rganishingiz kerak. Sabablarga kelsak, front-enddagi skriptlar nima ish qiladi? Front-enddagi skriptlar saytlardagi hujumlarda ishlaydi. Keyin laboratoriyalarda har xil laboratoriyalar bor. Masalan, TryHackMe, Hackthebox, shunga o'xshagan. Masalan, PortSwigger bor. Shularda laboratoriyalarni ishlab, kiberxavfsizlikka o'zingizni hujum qilingiz, o'stirsangiz bo'ladi. Xulosa, kiberxavfsizlikdagi xulosamiz bu shunchaki hujumlardan qochish emas. Ya'ni siz hujumlardan qochishingiz ham kerak, undan himoyalanishingiz ham kerak, u hujumni tahlil ham qilishingiz kerak, u hujumni ishlata olishingiz ham kerak. Ya'ni hujum qildi degani, sizga kimdir hujum qildi degani, siz ham u ishni qila olishingiz kerak. Keyinchalik o'rganishingiz kerak o'sha hujumni. Darsimiz hozircha tugadi.